Mana akalar, xudo xolasa kimga unaqangi universal drabekalar kerak bo'lsa, to'g'risizlar bu mana unaqa sirtilgan makka, ko'p-quruq chiqarib beramiz. Bu so'tali makka mana dehqonchilik, xudo xolasa keyin paya bilan somonimiz bor. Bunda chiqarib beramiz. 18 ta pichoqli bo'ladi ichida. 18 ta pichoq malatyoylargacha bo'ladi. Qo'li quruq universal hammasini chiqaradi. Bitta setkasini ham ko'rsatib beramiz. Hop, setkasini ko'rsatib beradigan bo'lsak, mana bu bug'doyga, bu mana makkaga, bu qo'y bob qilib chiqarib beradi, bu mol bob qilib chiqarib beradi. 4 xil setkasi bo'ladi. Hammasini qo'yib chiqaraverasizlar. Qani, bo'lsa mana uni ochamiz. Boshqari, nima joyi bo'ladi? Qaysi mochka sifat bo'lib ketdi-yu. O'zimni qo'yimga mana shunaqa chiqarib beryapman. Mana shu dahshat bo'lyapti. Mana ko'raverasizlar holatini. Darroni o'zi 10 kilo chiqarib qo'ydim. Ko'pligini qaranglar. Xudo xolasa chiqaraveradi. Endi paya bilan somonni chiqaramiz. Bir vog'i bilan tiqib olaverasizlar payani. Mana tomonni holati. Endi payamiz tagidan olib ketdi-yu. Mana payani 2 sm. Santimetr esa o'lchab olasiz. 2 sm dan qilib chiqaring. Qo'yam molam umuman qoldirmay yedi. Buni.